Valdi. Rossiyadagi do'stlar. Xotir bo'l. Mayli. Sizga dehqon akangiz 20 million. 20 yarimni bering taga. Botir. 20 yarimni shunday bering. Qo'rdingiz 20 ta. Qarang, bunga yillikni chek beraman. Ibragim. Kim bilasiz bu? O'g'lim bo'ladi. Ha, o'g'lingizmi? Sen 20 million 200 ming so'm beradi. Qo'ylaringga yo'q. Qara, roziman. Bo'ldi, qara. Lochin. Yeshit, mana yerga. Lochin. Atishini. Tangri baraka. Bosh 200 ga qarama, hozir oldirib qo'yasan. O'rda klient ko'p. Necha 300 bo'ldimi? 20 million 200 bo'ldimi? Ha, 200. 20 million 200 ga baraka bo'ldi. Boya video ham qo'ygandik. Gap yo'q. Ana do'stlar, mana shu bolali sigir 23,5 ga baraka bo'ldi. Bola so'kchi ekan. Cho'ponlari ko'rishlaringiz mumkin mana. Gap yo'q. Like to'asing deng. Assalomu alaykum. Alaykum. Qanday zo'r misolli. Nechi bo'ldi endi bu? Qanchaga olindi? 21 million so'mga olindi. Ana do'stlar, mana shu bolali sigir 23,5 ga baraka bo'ldi. Bola so'kchi ekan. Nech pul aytilyapti aka bu? 23 million so'rayapti. 23 million so'rayapti. Bolasi kuchami, urg'ochimi? O'qishcha. O'qishcha. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Zo'ltdan qo'rqyapti. Rais bor. Nargisini ham tushiring. Sotilgan. Necha turib beradi aka bu? 6 ta sutga javob. 6 ta suti bor ekan. Zo'ltdan qo'rqyapti do'stlar. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Telefon nomeri aytasizmi? Ayting. 95 lik kodi bilan 094 9022 do'stlar, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Mana shu ma'qulga musulmonlashingiz mumkin. Musulmonjon Ibragim, Surxon savdo. Aka nech pul aytilyapti bu? Savdosi qancha bo'lyapti? Nech pul so'rayapti? 23 so'rayapti. 23. Bolasi urg'och o'kischa? O'kischa urg'ochim bolasi? O'kischa. Nechinchi bolasi aka bu? Aka nechinchi bolasi bu? Nechta litr sut beradi? 6 litr sut bor ekan, birinchi bolasi ekan do'stlar. Aka nech pul aytilyapti? Nech pul savdosi bo'lyapti? 24 savdo bo'lyapti. 24. Qancha baho? 7-8 litr sut, bu ikkinchi bolasi. Urg'ochmi o'kisam? Urg'och. Yangi yilga bonus olib ketdi. Gap aksiya deng. Orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Mana qishloqda oldi sotarlari, cho'ponlari ko'rishlaringiz mumkin mana. Gap yo'q. Like to'asing deng. Assalomu alaykum. Alaykum. Qanday zo'r misolli. Assalomu alaykum. Videoga olsak bo'ladimi aka? Nech pul savdosi bo'lyapti? 22 so'rayapti. Bolasi urg'och o'kischa? Urg'och. Nechinchi bolasi dedingiz? Birinchi bolasi. Aka qancha suti bor buni? Erta kech. Necha litr sut beradi? 5-6 litr sut. Telefon raqam qoldiramizmi? Kaltamas, savdongiz bersin. Aka nech pul savdosi bo'lyapti? Nech pul so'rayapti? 20,5 qilyapti aka. 20,5. Bolasi urg'och o'kischa? Urg'och aka. Urg'och 21 buti oldi. Sement, ala o'zi sement oladi. Ideyamiz bor. Aka nechta tur sut beradi bu? Qancha suti bor? Suti 7-8 ta bor. 7-8 litr suti bor. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 77 lik. 77 lik kodi bilan 968 9988 9988. Teravatni mol, mana shu raqamga telefon qilaverasiz. Mana shu bolasiga ma'qul bo'lgan bo'lsa telefon qilishingiz mumkin.
Aka nechi pul savdosi bo'lyapti buni? 20 bilan. 20 million. Bolasi urg'ochi ho'kizcha. Urg'ochi. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bola. Necha litr sut berasiz? 10 litr sut garantiya ekan. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Shart emas, ha? Savdangizni bersin, sotib bering. Xudo berdagi qarang, Xudo so'rayapti. Mana aka men qotirib bor aka. Valdi. Salom Rossiyadagi do'stlar. Yo. Qotirib boyda aka meni. Aka nechi pul so'rayapti buni? Haqiqat uydagi chaqir. Ha? Nechi pul so'rayapti? 13. Oraga qancha qoldi? 12 so'rayapti. 13 million 200 so'rayapti mana shu onaji. Aka nechi pul qoldi buni savdosi? Molni o'zini olyapsiz aka, aytavering. Aka qarang, 12 million 22 ga berilyapti. 22 million so'mga berilmayapti. Bolasi urg'ochi ho'kizcha aka? Ho'kizcha. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi. Necha litr sut beradi? 4-8 litr sut beradi. Mana ho'l yemishni qanaqa chiqarib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Maydalab kelyapti. Ho'l chiqarmaydi deganlar uchun mana maxsus video. Somonni qanaqa maydalab tashlayapti, ko'rishingiz mumkin. Shuni bormi? Nah. Yerong'oq pirit, somon piritda maydalab tashladi. Hurmatli obunachilar, mana Nusul dravlikalarimizda yerong'oq piritini chiqarib ko'rsatamiz va undan tashqari somon piritni ham sizlarga chiqarib mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Mana maydalab kelyapti. Bunday ham olayım. Olaysam, mana. Fotolarimni ko'rsatib bering, mana fotolari ham bor. Yaşlı yok, bunda kayadan alırsın. 20 yarım. Hiç mi? Rozi bo'l. Aka nechi pulga so'radingiz? 20 so'rayapti bana aka. Qancha qoldi oraga? Qancha qolyapti? Yarim bo'layak aka. Yering aka. Baraka 20 yarım fazla. Çağırın. Men chek puli beraman aka. Ka. Mol olyapsiz. 50 ming so'mga aka. Siz ham 50 ming. Hozir mol olyapsiz aka. 20 yarım. 500 ming oramizda farq qolyapti. 500 ming choy ichib qo'yasiz. Yering aka toza mana. 20 ishoning 21 ga klientim ham og'aylarim chiqib turib. Mayli. Sizga dehqon akangiz 20 million. 20 yarimni bering taga. Botir. 20 yarim shunday bering. Ordingiz 20 ta. Qarang, buniga 50 ming chek beraman. Oraqqa 150 ming aqtami 200 ming. Aka, Botir, tasani o'zgartirdi. 20 million deb. 20 yarim. 21 dedim men. 20 yarim. Mayli, qarang aka. Ishoniga 21 ga ham chiqadi. Halol o'zganasiz. Dehqon barakat topdi. Dehqon barakat topdi.
Men 21 deb edim aka. Mayli. 21 deb edim. 21 deb edim. Mayli o'sha labz qilib qo'ydi. Labzim xalos. Devarajon ne so'ra? 20 yarim dedi. 20 endi qarang. Ya bo'lib yuboringlar. Yo'q, bo'lolmayman. Lochin. Gap eshit. O'zing lochin. Lochin. Buni kutma, xudo gap 200 turadi. O'tolmayman aka. 21 deb edim aka. Aka dehqon bor, 20 yarim deyapti. 20 yarimni oldi. Lochinjo. Lochin bir gap eshitdan keldim. Lochinjo. Mayli. Berma o'zi. Nurli bo'layapti. Lochin. Ikkomiz o'tirsak 300 ni qorib berma. 200 ming bor. Shoshma. Sen nima deyapsan? 200 ming yarimni siydim. Bo'ldi, Lochin, men qarash. Shoshma. Surxon savdo. Yo'q, gap eshit. Surxonjon Ibragimov. Kim bilasiz bu yerda? Sen 20 bilan 200 ming so'm deyadag'in qo'ylaringga yo'q. Roziman bo'ldi. Men qara. Lochin. Yeshit, mana yerga. Lochin. Haqqa. Tangri baraka. Bosh 200 ga qarama, hozir oldirib qo'yasan. Bular Orada klient ko'p. Necha 300 ga oldimi? 200 ming bo'ldimi? Ha, 200 ming. 20 bilan 200 ga baraka bo'ldi. Qo'ya video ham qilgandik. Gap yo'q, savdosini bersin. Barakasini bersin. Ne solishtirsangiz hikoya bir-biridan farq qilmaydi. Aka bu olamdimi baraka bo'lyapti? Aka, savdo bo'lyapti 23 Savdo. million. 20? 23 million savdo bo'lyapti. Birinchi bo'lasiz aka. 23 million savdo bo'lyapti. Savdo birinchi bo'lamiz. Hamma tomonga javob. Qancha suti bor aka buni? Aka nechta sut beradi bu? Vau, 7 taga javob shu samonda. 10 ta deb larz qilmayman hech qachon. Aka nechta so'radingiz? Taga javob beraman hozir. 23. Nech pul soldi deyapsiz? 5 deb bersin. Muncha deb aytganim bor. Akalar savdo qilyapti. Nasiya bo'lsa ham farqi yo'q deyapman. Molga ishonib. Nomerga ayting, esa ko'p deb. Ayting. Ayting raqam. 862 462 million. 88 463. 462 Ha, 462. 462 93 million. Nima aloqa chiqib bersin. Aloqa qilaverasiz. Bolasiga razigu. Assalomu alaykum. Aka nechta savdosi bo'lyapti buni? 28. 20? 8. 8. Aka bu nima? Karpatmi? Zot qanaqa buni? Jaydarimi? Jaydari o'zingiz. 8. Tug'maganmi aka yo? Tug'magan-a buni? Ularning hamma bor. Registratsiyani. Aka telefon nomer qoldiramizmi? 90lik. 90lik kodi bilan. 74. Nechi? 074. 074 91 92. 91 92 do'stlar, mana shu raqamga bog'lanaverasiz. Mana shu Najin 21 8 savdosi bo'layotgan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bolasi o'qishami? Bolasi irg'ach. Qirg'ochi 24 million 300 ga olinibdi bo'g'oz ekan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, sizlar uchun doim harakatdamiz, mehnatdamiz. Issiqda issiq demay, sovuq demay. O'zi bo'lmaydi mana shunday sovuqlarda yurishdi. O'z bozorda ham mollar kam, imkon qadar video qilamiz. Xato kamchilik bo'lsa o'zgaramiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Bizning ikkinchi kanalimiz ham Musulmoncha Ibragim yozsangiz 5600 ga yaqin obunachisi bor. Obuna bo'lib qo'shishni so'rab qolamiz. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? Assalomu alaykum. 20. Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir ekan 21 million savdosi bo'lyapti. Aka nech pulga baraka bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Sotilgan yo'q, sotiladi. Ha, sotiladimi? Bo'g'oz sigirlarmi, qisirmi? Qisir. Nech pul so'rayapti aka bularda? 16 so'rayapti, 17. 16 million so'm, 17 million so'm so'rayapti. Qisir sigirlar do'stlar.
Mana ko'rishlaringiz mumkin. Alaykum. Alaykum Aka assalom. necha pul savdosi bo'lyapti? Savdosi 22 million bo'lyapti. 22,5 million berdi. 22,5 bo'lsa berdi. Bir tug'im mol. Bir tuqqani hozir bo'g'ozmi qisirmi aka? Sir yemagan, so'yladigan mol. Go'shkada to'g'rimi? Go'shka. Sal ko'rganman. 20,5 bo'lsa berdi. Qisir. Go'shka. Oxirida bir so'z bilan shundan keyin o'zimga keladi. Aka necha pul savdosi bo'lyapti buni? 15. Bo'g'ozmi qisirmi? Qisir ha? 15 million so'm savdosi bo'lyapti. Necha pul qoldi aka bular? Savdosi qancha bo'lyapti? 19,5 bo'lyapti. 19,5. Qisirmi? Qisib bo'lmagan bor. Bunichi hali oqdi. 18,5. Aka necha pul savdosi bo'lyapti ularda? Assalomu alaykum. Qancha so'rayapti aka buni? 17, 18. 17, 18. Mallanichi? Necha pul so'rayapti buni? 17, 18 so'rayapti. Ha. Bo'g'ozmi? Qisirmi aka? Qisir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Allohga shukr. Assalomu alaykum. Necha pul so'rayapsiz? Qancha? 12 million 700. Bo'g'ozmi? Qisirmi? 12 million 700 so'ralyapti. Qisir sigir. Aka necha tuqqan bu? 3 tuqqan aka. Necha pulga olindi aka? Nechi bo'ldi endi bu? Qanchaga olindi? 21 21 million so'mga olindi.